O'zbekistonda bugun dahshat sodir bo'ldi, yuragi bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida ko'p qavatli binolarning biriga o't ketdi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 22-avgust kuni soat 08:17 da Toshkent viloyati Chinoz tumani Bunyodkor mahalla fuqarolari yig'ini Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning tom qismida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'in qutqaruv bo'linmalari voqea joyiga yetib borgan va yong'inni bartaraf etish ishlarini boshlagan. Qayd etilishicha, aytilgan manzilda ko'p qavatli uydagi barcha fuqarolar evakuatsiya qilingan. Yong'in soat 09:10 da qurshab olingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida ma'lumot hali berilmagan. Boshqarmaga ko'ra, hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan bo'lib, qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishi bildirilgan deyilgan xabarda.